Leşimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugün Çiğsağış Kimeğiniz 21. yıl 12. ayının 14. günü. Endiki mavzumunda Arlıqtı ve vatandaşları şundaq degen edim. Mesela 12. ayının 10. günü kişilik hukuk günü. Rastla kişilik hukuk günüde Xitay hükümeti şunda haber ilan kıldı mı mesela? Hazır görürsüler. Ya ki halkara besim aldığını şundaq haber ilan kıldım. Bu nesi bana malum. Şıkılıp 12. ayının 10. günü Cumhuriyet Kompartiyası hükümetinin baş görüşündeki Duvit orbitede mundaq bir makale ilan kılındı. Dünya Kişilik Hukuk Günü 23. yıl yetip geldi. Cumhuriyet hazırgıça bu ahdnamını tasdiqlanmadı. Mavzulu haber 12. ayının 10. günü Duvit orbitede ilan kılındı. Haber undaq başlandı. Ben sizlerge degan haber boyunca qaysi ahdnamını tasdiqlamada Xitoy ayni chog'da ikki parcha ahdnamaga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın imzo qo'ygan edi. Uning ichida birini mesela iqtisodga munosabatlik ahdnamını tasdiqlab, siyosatga munosabatlik, siyosiy huquqqa munosabatlik ahdnamını tasdiqlamadi. Endi bu butun jarayon emas. Bu ishga ahdnamını tushuntirishga bu yetishmaydi. Lekin Xitoy hukumatining maydoni nima? Xitoy hukumati bu ikki parcha ahdnamını qandoq tushuntirdi? Qisqacha. Sizlar bundan xabar topsizlar, men sizlarga mushuni xabar toptirish uchun vatandoshlar, buga uning birinchi qismi qilib, bir qismini tarjima qilib keldim. Endi qog'inni davomli o'gundan boshlab davomlashtiramiz hurmatli vatandoshlar. Mavzu mundaq diqqat. Dünyanın Kişilik Hukuk Günü 23 yıl yetip, 23. yıl yetip geldi. Çünkü hazırgıcı bu ahdnamını tasdiqlamadı. Mavzulu haber 12. ayının 10. günü Duvit orbitede ilan kılındı. Haber bundan başlar. Bir yılda bir qatım hatırlanadigan Kişilik Hukuk Günü yetip geldi. 1948 yıl 12. ayının 10. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınının Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesini ma'qullaganlığı tarihi namoyanda karakterlik ahamiyetga ega. 1950 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı karar ma'qullab, barliq devletler ve qiziqchi organlarning her yılı 12. ayının 10. gününü Kişilik Hukuk Günü qilib bekitishni karar qilgan edi. Şu günden başlap Kişilik Hukuk Günü'nü hatırlash başlandı. Köpçeket 1966 yılı 12. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığını iqtisod, cemiyet hem de medeniyet hukuku halkara ahdnamesini ve furala hukuku siyasi hukuk halkara ahdnamesini ma'qulladı ve imza koydu. Bu iki parça Kişilik Hukuk Ahdnamesi ve Kişilik Hukuk Kitapnamesi koşulup birlikte birleştirilip Dünya Kişilik Hukuk Nizamnamesi dep ataldı. İslahat işikli geçivitilgenden keyin, islahat elip berilgan işik geçivitilgenden keyin, Cungo bilen bu ahdnamalarning yol tutaşlığı başlandı. Cungo'da islahat işik başlangandan keyin, Cungo bilen bu ahdnamalar o'rtasida bağlanış paydo bo'lishga başladı. Yoki bir yo'lga chiqish başlandı. 1980 yıllarda şu çağdaki Memleketlik Halk Vakillar Qurultayı'nın başlığı Fengden bu xalqaro ahdnamaga qatnashish talabini bergan. 1980 yıllar qaysi yillar edi? Esingizda bor vatandosh, Amerika Qo'shma Shtatlarining Jumhur Xalq Jamhuriyati hukumati diplomatik munosabat o'rnatgan yillar. Fengden Memleketlik Halk Vakillar Qurultayı'nın başlığı Fengden bu xalqaro ahdnamaga qatnashish talabini bergan. Taklifini bergan.
bu xalqaro naqshi ahdinomaga qatnashish taklifini bergan hamda mutaxassislarning ishonchlik tadqiq qilishiga yo'l qo'yib ilm sohasida tadqiq qilish qizib ketdi. Lekin Beijing rahbarlik qatlami izchil ifoda bildirmay turib oldi. Bu qonun to'g'risida Beijing rahbarlik qatlami izchil ifoda bildirmay turib oldi. 1992-yil shu vaqtki xalqaro vaziyatga moslashish uchun Jungo Fanlar Akademiyasi Qonunshunoslar instituti yuqori qatlam rahbarlariga doklad yo'llab, iqtisod, jamiyat va madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi va fuqarolar huquqi, siyosiy huquq xalqaro ahdnomasiga darhol imzo qo'yishni taklif qildi. Dikkat vatandaş, Beijing Fanlar Akademiyasi nimada Qonunshunoslar Akademiyasi, Qonunshunoslar institutining professor doktorlari darhol taklif yo'llab, bu qonun loyihaga yoki qonunga kechiringlar loyiha dedim, qonunga imzo qo'yishni taklif qildi dedi. Arqadilla yuqori qatlam Jungo rahbarlari bu ishga e'tibor berishga boshladi. 1997-yil 10-oyda Jungoning shu vaqtgi rais Jiang Zemin Amerikani ziyorat qilish arafasida Beijingda Jungo hukumati iqtisod, jamiyat hamda madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasiga imzo qo'ydiganligini e'lon qildi. Demek Jiang Zemin Washingtonga ziyorat kelmay turib, ziyorat qilish arafasida imzo qo'ydiganligini jakarta deydi. 97-yil 10-oyda aniq kun esimda yo'q. 10-oyda Jiang Zemin Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi. U chaqda Amerikaning prezidenti Bill Clinton edi vatandosh. 2 kundan keyin, ya'ni Jiang Zemin Beijingda ashundaq e'lon qilib, 2 kundan keyin Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq vakili Chen Huasin New York shahri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabida iqtisod, jamiyat hamda madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasiga imzo qo'ydi. Arliq talaqatim so'zildim-ku do'stim. Ya'ni shunday. Bu qonunga imzo qo'ydi Chen Huasin. 2001-yili 2-oyda Jungo butun mamlakatlik xalq vakillar qurultayi bu xalqaro ahdnomani tasdiqladi. 2001-yili 2-oyda Jungo butun mamlakatlik xalq vakillar qurultayi bu xalqaro ahdnomani tasdiqladi va ijro qilishni yo'lga qo'ydi. Ko'pchilik. Diqqat vatandoshlar, buni keyin biz jumlalarga ishlab ayrim yana bir anlatımız sizlarga angacha hozir mana birinchi beti, birinchi leksiyasini anlab turdinglar vatandoshlar. Endi tuvanda vaziyat to'g'risida bir ikki jumla